Biz Minecraft'ga kanalga hoş geldiniz ve judayam ideal tashadim birinchi va 77 degan televizor poyezddagi vizorni yuklab olgandim va uni ko'rganimda mendan ham qo'rqdi va men undan oshib ketmoqchi edim va men eng zo'r poyezdni qurmoqchi edim va men judayam kunlab harakat qildim. Soatlab harakat qildim va ega qurish uchun 4 soat qurishimga vaqt ketdi. Va mening mehnatim bekorga ketmasligi uchun kanalimizga obuna va like qilishi kerak. Yo. Obunachilar, hoziroq obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Chunki biz hozir judayam mehnat qilib shuni qildik. Va bizning poyezdimiz tugadi. Obunachilar ko'rishingiz mumkin, bizning poyezd tugaganini o'tgan videoda sizlar ko'rganingizlar men judayam zo'r ideal qilmagan edim. Ideal emas, oddiygina qurgan edim va undan so'ng endi men ideal qurishga harakat qilishimni bilib oldim va men ideal va kallamga kelgan g'oyalarimni ishlatib ko'rdim va kallamga kelgan g'oyalarni va nihoyat men endi ishlatdim. Va men judayam xursand edim, lekin men unchalik emas. Chunki kanalimga obuna bo'lmaydigan sonlar judayam ko'p ekan. Sizlarga aytolmayman. Umuman obuna bo'lmayapsizlar sizlar. Mayli, umuman obuna bo'lmayapsizlar siz 1,1% obuna bittayam obuna bosmaysiz. 100% obuna bo'lsa kurtagim bo'ldi. Menda obuna bilan esa yo'q. Obunachilar shu xatoni tug'ilib qo'yib saligini ilik qilib qo'yib bo'lardi. Sizlar uchun mehnat qilyapsiz-ku mana men. Mehnatni shunday video bir kunda qancha video chiqadi bilmaymiz. Sanamiz ham ko'rganimiz yo'q. Sizlar esa obuna bo'lmasdan ko'rib o'tirasiz. Sizlarga mazaman, bizga mazza. Boshqalarni ko'rib o'tiramiz. Lekin ularga obuna bo'lamiz. Eng qiziq bo'lsa-da, agar menga qiziq bo'ladi bir narsasi. Ham qiziq Oy, bular. Men nimaga chiqib ketdim? Menimcha meni garov otverdi. Otyapti. Sudan tushadi, mushiga tang. Mushiga mana onasi menga nima bo'lyapti? Nima mening qo'llab ketyaptimi nima? Judayam zo'r bo'lar. Mayli, tezroq
qilamiz. Mana. Mana. Oxirgi mana.